هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 35. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvenli ihtanlağa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 35. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah asmanlarının ve ziminin nurudur. Allah'ın mümin bendisinin kalbideki nuri xuddi çırak koyduğun tekçige okşaydı. Onun da çırak bağdır. Çırak şişinin içidir. Şişe goyan nurluk yıldızdır. Çırak mübarek zeytun derihinin yığı bilen yorutulgan. O yani zeytun derihi şerq taraftımı emas, garip taraftımı emas. Sahrada uçukçılıkta bulup gün boyu onunğa gün nuru düşüp durdu. Şunun bilen onun meyvesi pişip yetilgen boludu. Yığı en süzük boludu. Sözlüklikiden o tegmesimi yürüp giteyle dep kalıdı. Ot bilen yorutulsa nur üstüge nur koşulurdu. Allah halgan kişini onun nuruga yani Kur'an'a ergişişke muvaffak kılıdı. Allah ibret alsın dep kişilerge misallarını olanın pemige yıkınlaştırıp bayan kılıdı. Allah hem nesini bilgicidir. Allah Teala'nın nurunun misali doğrusudur. Allah asmanlarının ve zeminin nurudur. Bu ayetin manisi hakkında Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas radıyallahu anhumanın mundak degenlikini rivayet kıldı. Allah Teala asmanlar ve zemindeki kişilerini doğru yolga başlayıcı zattır. İbn Cüreyc, Mücahid ve İbn Abbas'ın bu ayetin manisi hakkında mundak degenlikini rivayet kıldı. Allah Teala asman zemindeki yıldız, gün ve aydek nesillerini başkurup doğucu zattır. Suddi bu ayetin manisi hakkında mundak dedi. Asman zeminla Allah Teala'nın nuru bilen yürüydü. Bu vaxtda İmam Bukhari ve Müslim İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundak degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam keçide kopkanda ey Allah barlık hamd sana sana bolsun. Sen asman, zemin ve onun içindeki kişilerin egisidirsen. Barlık hamd sana sana bolsun. Sen asman, zemin ve onun içindeki kişilerin nurudursan deydi. İbn Mes'ud mundak dedi. Rabbinlarning dergahida kecha yoki kunduz deydigan narsa yo'q. Arshining nuri uning jamolining nuridandir. Allah'ın mümin bendisinin kalbideki nuri yani aslida bu ayette u degan bir almash bulup alimlar bu almashning qaytish o'rni bu almashning qaytish o'rni to'g'risida ikki xil ko'z qarashga keldi. Birinchi xil ko'z qarashdikilar bu almash Alloh taolaga qaytish o'rni deydi. Undaq bo'lganda oyatning ma'nosi
Allah Teala'nın mümin bendisinin kalbideki nuri xuddi chiroqning piligini tutib turadigan nokeşke o'xshaydi deganlik bo'ladi. Bu ko'z qarash İbn Abbas'tan rivoyat qilindi. İkinci xil qarashdikilar bendini ko'ztidi deydi. Undaq bo'lganda oyatning ma'nosi mümin bendining qalbidagi nuri xuddi chiroq payga o'xshaydi deganlik bo'ladi. Ya'ni mu'minning qalbi uning tabiatiga singdirilgan hidoyat va tabiatidagi hidoyatga uyg'un keladigan Qur'onni qabul qilishda yig'ib aytganda mu'minning qalbi sopliqda nepiz va esil aynakdan yasalgan chiroqning piligini tutib turadigan nokeşga o'xshaydi. Mu'minning qalbining Qur'ondan va shariatdan hidoyat izdishi bo'lsa, yo'ritgan yo'riqida g'uvoliq va lapildash yo'q bir xil yo'riqlik tashlab turadigan süp-süzük esil yoqqa o'xshaydi deganlik bo'ladi. Allah Teala tabiatiga hidoyat singdirib ketgan kishining asoslanadiğini Qur'on bo'ladiganligi to'g'risida mundaq dedi. Rabbi tarafidan kelgan ro'shan dalil, ya'ni Qur'onga asoslangan odam, ya'ni Muhammad alayhissalom hayoti dunyoni ko'zlaydigan kishilar bilan o'xshashmi? Uningga Alloh tarafidan kelgan guvohlik bergichi, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'onni tilovat qiladi. Chiroq qo'ydigan tekchiga o'xshaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Mujahid, Muhammad ibn Ka'b va boshqalar chiroqning peligini tutib turadigan nokeşga o'xshaydi dedi. Shunga Alloh Taala bu oyatdan keyin mundaq dedi. Uningda chiroq bordir. Ya'ni uningda yo'riqlik tashlab turadigan pelig bordir. Ba'zi olimlar yuqorqi oyatning ma'nosi xuddi chiroq qo'ydigan tekchiga o'xshaydi deganlik bo'ladi dedi. Lekin bu oyatning yuqoridagi ma'nosi kuchliroqdir. Bu Alloh Taala o'zining taatiga keltirgan misoldir. Alloh Taala taatini nur deb atadi va yana boshqa ismlar bilan mu atadi. Ubay ibn Ka'b oyatdagi chiroq degan so'zdan nur ko'z tutiladi. U nur bo'lsa-mu Qur'on va mu'minning qalbidagi iymondir dedi. Chiroq shishining ichidadir. Ya'ni pilak süzük aynakning ichida yo'riqlik chiqib turg'uchidir. Yo'riqlik chiqirib turg'uchidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ubay ibn Ka'b va boshqalar bu mu'minning qalbiga keltirilgan misoldir dedi. Şişe go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'ritilgan, ya'ni chiroq qo'yilgan yog' muborak zaytun daraxining yig'idir. U, ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdami emas, g'arb tarafdami emas, sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turdi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Ya'ni zaytun daraxi kun chiqqanda va kun kirib ketganda kun tushmay qoladigan yer sharq yoki g'arb taraf bo'lmasdan, balki kun chiqqandan tortib toki kirib ketguncha kun tushib turadigan sharq bilan g'arbning o'rtog'iga keladigan yerdir. Shuning uchun u daraxtning yig'i suzuk va ko'ydirish iqtidori yuqori bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U boshqa bir daraxtning, tog'ning yoki o'nkurning soyasi tushmaydigan va atrofida uni o'rab turgan hech narsa yo'q sahrodagi daraxtdir. Mundaq daraxtning yig'ining sifati yaxshi bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va Said ibn Jubayr qatorliqlarmi yuqorida so'zlab o'tilgan ma'nolarga o'xshash ma'nolarni bayon qildi.
Yığı en süzük boludu. Süzüklükiden ot tegmisimu yorup keteyla dep kalıdı. Ot bilen yorutulsa nur üstüge nur koşuldu. Bu ayetning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayetdan bandaning iymoni va yaxshi amal ibodatlari ko'z tutiladi. Suddi bu ayetning ma'nosi haqida ot bilan yog'ning nuri bir yerga kelib, ondan yo'riq berdi. Biri yani birisiz yo'riqlik berolmaydi. Qur'onning nuri bilan iymonning nurimi shuning o'xshashdir. Bu ikkisining biri yana biridan ayrilib ketolmaydi, dedi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishga muvaffaq qiladi. Ya'ni Alloh taolo o'zi xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu vaqtda İmam Ahmed Abdullah ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhissalomning shak shubhisizki Alloh taolo bandalarini ma'naviy qorong'ulikning ichiga yaratdi. Ondan shu kuni ularning ustiga o'zining nurini chashdi. Shu kuni kimga Alloh taolaning nuri chechilgan bo'lsa, u hidoyat topdi. Kimga nur chechilmagan bo'lsa, u izib ketdi. Shunga men Allah Teala'nın ilmini yazdıgan kalemnin siyasi kurup ketdi deymen deganligini anlagan edim. Allah Teala ayetning 5'ida mu'minning qalbidagi nurga misol keltirib o'tgan edi. Ayetning oxirini bo'lsa o'z so'zi bilan tugatdi. Allah ibret olsun deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qildi. Allah hamma narsani bilgichidir. Ya'ni Alloh taolo ozg'unlikqa loyiq bo'lganlarning ichidan hidoyatga kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilişi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turdi. Ular shundoq arlaki so'd setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi. Ular dilla va ko'zlar qalaymuqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. Allah'ni özlerinin kılgan yaxshi amallariga mukofot bersin ve özünün fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. Masjidlarning fazilati uningga kirganda, chiqqanda rioya qilinadigan qoida, usullar ve onun hürmetini saqlovchilarning fazilati to'g'risida. Allah Teala yuqoridagi oyatda mu'minning qalbini va uningdagi hidoyat va bilimni süp-süzük aynakning ichida süzük yog'dan yoritilgan chiroqning pilikiga o'xshib o'tgan edi. Allah Teala bu yerda Allah Teala'ga ibodat qilinadigan, Allah Teala ulug'lanadigan ve yeryüzüde Allah Teala'ga en yaxshi ko'riladigan yer bo'lgan masjiddan iborat u chiroq qo'yiladigan o'rinni bayon qilib mundaq dedi. Allohning ulug'lanishi ve ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turdi. Ya'ni Allah Teala masjidlarni kirgenlerden pakizlaşqa, onunla faydasız söz, qiliq ve işlerini qilmaslıqı buyurdu. Bu ayetning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala bu ayette masjidlarda faydasız işlerini qilishdan to'sdi. Bu ayetning ma'nosi haqida Ikrima, Abu Salih, Zahhak, Nabi ibn Jubayr, Abu Bakr ibn Süleyman,
Sufyan ibn Husayn ve başka tefsirshunoslarmi shundoq dedi. Masjid silish, uni hurmatlash, uni pokiz tutish va uningga xushbo'y narsalarni chechish to'g'risida ko'plagan hadislar keldi. Bu hadislarni ayrim bir yerda bayon qilamiz. Men bu vaqtda ayrim kitob yozgan edim. Alloh taolo hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo xolisa, Alloh taoloning yordami bilan bu yerda shu hadislarning bir qismini bayon qilib o'tamiz. Alloh taologa ishonch bog'laymiz ve barliq ishlarimizda uningga tayinimiz. İmam Buxoriy ve Muslim mu'minlarning boshlig'i bo'lgan Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomning kimiki Alloh taolaning roziligini izlab masjid silib qo'ysa, Alloh taolo jannatda uning uchun shuningdek bir uyni silib qo'ydi deganligini anglagan edi. İbn Majah Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki Alloh taolaning ismi yod etilib turadigan masjid silib qo'ysa, Alloh taolo jannatda uning uchun bir uy silib qo'ydi. Nasaimu bu hadisni shuningdek rivoyat qildi. Bu vaqt kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. İmam Ahmad, Abu Davud, İbn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz, ya'ni ayollar uylarimizga masjid silib, uni pokiz va xushbo'y tutishga buyurildik. İmam Ahmad ve Abu Davud qatorliqlar Samar ibn Jundubdan shuningga o'xshash hadis rivoyat qildi. İmam Buxoriy Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar masjidlarni kishilarga soya tashlag'idek qilib selinglar. Kishilarning diqqatini chachmaslik uchun uni qizil yoki sariq rangda bo'ymanglar. Abu Davud ibn Abbosdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men masjidlarni zinatlashga buyurilmadim. İbn Abbas Payg'ambar alayhisalomning bu hadisini mundaq izohladi. Ya'ni men Yahudi ve Hristiyanlar zinnatlagandek masjidlarni zinnatlashga buyurilmadim. İmam Ahmad, Abu Davud, Nasai ve İbn Majah qatorliqlar Anasdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hatta kishilar masjid silishlari bilan faxrlanmagicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Burayda mundaq rivoyat qildi. Bir kishi masjidda yutib ketgan narsasini e'lon qilib, kim menga yutib ketgan to'gamni tepib berdi dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom topolmaysan, masjid ibodat qilish uchun selingandir dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Tirmizi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar masjidda narsa sotgan yoki setib olgan odamni ko'rsanglar, Alloh taolo tijoratingga foyda bermasin denglar. Sizlar masjidda yutib ketgan narsasini e'lon qilgan odamni ko'rsanglar, Alloh taolo u narsani qaytarib bermasin denglar. İmam Buxoriy Sa'ib ibn Zayd Kindining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men masjidda edim, menga birisi tosh otdi. Men qarg'idek bo'lsam, u Umar ibn Xattob ekan. U menga berib, "Av ikkisini chaqirib kel" dedi. Men berib, u ikkisini chaqirib keldim. Umar, "Ikkinglar kim yoki ikkinglar qayerlik?" Bu so'zning birini qildi, deb so'radi. Biz Taiflik dedi Ömer. Eğer sizlar bu yerlik bo'lib qolgan bo'lsanglar, ikkinglarni qamchilaydi. Payg'ambar alayhisalomning masjidda ovozlaringlarni ko'taramsizlar dedi. Payg'ambar alayhisalomning masjidda ovozlaringlarni ko'taramsizlar dedi.
Peygamber aleyhisselamның mescidide avazınlarını kötüremsiler dedi. İmam Nesai İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'ның mundaq deganligini rivayet qildi. Ömer radıyallahu anhu mescidde bir kişinin vaqirgan ovozini anlab qilib, uningga sen o'zingning qayerda turayotganligini bilamsan dedi. Hafiz Abu Ya'la Mevsuli İbn Ömer'ning mundaq deganligini rivayet qildi. Ömer radıyallahu anhu her cuma günü xushpuroq narsalar bilan Peygamber aleyhisselamның mescidiga issalatdi. İmam Buxoriy ve Müslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Kishining mescidde cemaat bilan o'qigan namozining darajasi uning uyida yoki bozorda o'qigan namozidan 25 hassa ortiqdir. Undaq bo'lishi u kishi tahoratni to'liq ilib masjidga mangsa, uyidan faqat namoz uchun chiqqan bo'ladi. Shuning bilan uning sog'an har bir qadami bilan bir daraja yezilib, bir xatolik o'chirilib turdi. U namozni o'qib bo'lib, joyida jim o'ltirsa, farishtalar: "Ey Alloh, uni mag'firat qilgin ve onunğa rahmet qilgin" deb onunğa mag'firat ve rahmet tilab turdi. Ve yana bir namozni saqlab o'ltirgan bo'lsa, yana bir namozni saqlab o'ltirgan bo'lsa, xuddi namozning ichida turgandek savobga erishadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Abu Davud ve Tirmizi mundaq hadis rivoyat qildi. Sen qarong'uda masjidlarga manganlarda masjidlarga manganlarga qiyomat kunidagi to'liq nur bilan xo'sh bishorat bergin. Masjidga kirgan chaqda o'ng put bilan kirish va tuvandagi hadisda kelgan duoni o'qish mustahabdir. İmam Buxoriy Abdullah ibn Amr radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom masjidga kirganda men katta Alloh taolaga, uning ulug' jamoliga ve onun burundan bar podshohligiga sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman deydi. Agar mushu duoni o'qisa, shayton bugün mening ozdurishimdan saqlanib qoldi deydi. İmam Müslim Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlardan biringlar masjidga kirganda: "Ey Alloh, menga rahmetingdan eshiklaringni ochib bergin" desin. Masjiddan chiqqanda: "Ey Alloh, men sening rahmetingdan so'rayman" desin. Bu hadisni Nasai rivoyat qilgan. İmam Nasai Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Biringlar masjidga kirganda Allah Teala'nın peygamberge salam qilsin, yani durud okusun ve "Ey Allah, bana rahmetingning eshiklarini ochib bergin" desin. Masjiddan chiqqanda Allah Teala'nın peygamberge salam qilsin ve "Ey Allah, meni qo'g'landi şeytandan saqlag'in" desin. Bu hadisni İbn Majah, İbn Huzayma ve İbn Habban qatorliqlarni rivoyat qilgan. Ve isminin yad etilişi buyurulgan mescidlerde müminler ettigen akşamda tesbih etip durdu. Allah Teala bu vakti mındaq dedi: "Ey Adem balları, her namaz vaktida yoki tavaf vaktida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yenglar, ichinglar, israf qilmanglar. Allah israf qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, Rabbim meni adil bo'lishga buyurdi. Her bir secde qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Ve
isminin yod etilishi buyurilgan masjidlarda İbn Abbas bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning kitobi o'qiladigan masjidlarda mu'minlar atigan oqshomda tasbih aytib turdi deganlik bo'ladi dedi. Ular shundoq erlarki, so'zi setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ey mu'minlar, mollaringlar va ballaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan g'aflatda qoldirmasin. Kimlarki shundoq qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey mu'minlar, Cuma kuni Cuma namoziga azan aytilsa, Allohni yod etishga, ya'ni Cuma xutbasini anglashga va Cuma namozini ado qilishga oldirab beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni dunyo va uning zinnatlari, so'di setiqning foyda manfaatlari ularni yaratgan va ular rizq berib turuvchi Rabbini ularning yod etib turishidan to'sib qo'ymasin. Ular bilsinki, Alloh taolaning dargohidagi narsa qo'llaridagi narsalardan yaxshi va foydalidir. Chunki ularning qo'llaridagi narsalar tugaydi, lekin Alloh taolaning dargohidagi narsalar tugamaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Ular shundoq erlarki, so'di setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaga bo'ysunishni, Alloh taolaning maqsadini va uning yaxshi ko'radigan ishini o'zlarining maqsadlarining va yaxshi ko'radigan ishining oldiga qo'ydi. La havla va la quvvata illa billah. Salim mundaq bir hadis rivoyat qildi. İbn Umar radhiyallohu anhuma bazod edi. Namozga azan o'qilgan edi. Musulmonlarning hammasi do'konlarini taqib etib, namoz o'qish uchun masjidga kirishdi. İbn Umar radhiyallohu anhu mana mushular to'g'risida Alloh taolaning ular shundoq erlarki, so'da setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi degan oyat tushgan edi. Degan oyat tushgan dedi. Bu asarni Abu Hatim va Ibn Jarirmi rivoyat qilgan. Ular shundoq erlarki, so'da setiq ularni Allohni zikr qilishdan g'aflat qoldirmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. So'd setiq ularni farz namozlarni o'qishdan g'aflat qoldirmaydi. Muqatil ibn Hayyan va Rabi' ibn Anasmu bu oyatning ma'nosi haqida shundaq dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi so'd setiq ularning namozni jamoat bilan o'qishiga qarshilik qilmaydi dedi. Muqatil ibn Hayyan bu oyatning ma'nosi haqida so'd setiq ularning namozga kelishiga, namozni Alloh taolo buyurgandek ado qilishga, uni o'z vaqtida va uning shartlariga rioya qilib o'qishga qarshilik qilmaydi dedi. Ular dilla va ko'zlar qalaymuqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. Ya'ni ular qattiq qo'rqqanlikdan va ahvolning ig'irligidan dilla va ko'zlar qalaymuqonlashib ketadigan qiyomat kunidan qo'rqidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ularni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda dilla qo'rqinishning qattiqligidan bo'g'izlarga qoplashib oladi. Ular qayg'u hasratga to'ladi. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagan. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytdi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhisizki biz
Rabbimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir qattiq kundan qo'rqamiz. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Allah'ni özlerinin qilgan yaxshi amallariga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qildi. Ya'ni ular bo'lsa Alloh taolo ularning qilgan yaxshi amal ibodatlarini qabul qiladigan bir yaxshi amal ibodati uchun ko'plab savob beradigan va qilib solgan yomon ishlarni kechirib o'tadigan kishilardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allah hakikaten zarracha zulüm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. Öz dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Birer yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Kimiki Allohga qarzi hasana beradigan, ya'ni Allohning yo'lida pul melini xushallik bilan sarf qiladigan, Allah onunğa neçə hisse, yani 10 hisseden 700 hissagacha köp qaytırdı. Allah xalığan bendisiga hisselep savab berdi. Allah Teala bu ayette mundaq dedi: Allah xalığan adamga hesapsız rızık berdi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Nur tefsirinden 38. ayetkiçe anladığımlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.